Diqqat, shoshilinch xabar! Dollar kursi ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 24-dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 41,9 so'mga oshdi va 12.052,33 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 125,08 so'mga balandladi. 14.213,31 so'm etib belgilanadi. Rossiya rubli 2,46 so'mga oshdi va 153,71 so'mni tashkil etdi. Xitoy yuani 8,13 so'mga ko'tarildi va 1714,88 so'mni etib belgilandi. Oltinning 1 grammi uchun narxi esa 30 ming so'mga oshdi va 1,773,600 so'mni tashkil qildi. TradingView ma'lumotiga ko'ra, bugun 23-dekabr Toshkent vaqti bilan 16:00 holatidagi Bitcoin kursi 22,648,946 so'mga tushgan va 1,55,116,444 so'm etib belgilandi.